Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Mana biz bugun yana bir Turkiyadagi hayotimizdan video olmoqdamiz. Bugungi videomizda ko'rib turganingizdek, bugun kartoshkadan tayyorlangan pashka. Halada kartoshka har xil ziravorlar qo'shib bugun pashka qilyapmiz. Mana ko'rib turganingizdek, pashkamizni pishirish jarayoni. Ziravorlar qo'shib mana pashka pishirishni boshlab oldik. Qani sizlarda nima gaplar? Olamda nima gaplar? Sizlar nima ishlar bilan mashg'ulsizlar? Xo'p, YouTube'da ko'proq nimalarda qiziqasizlar? YouTube'ga qiziqadiganlar bormi? Qanaqa sohalarda qiziqasizlar YouTube olamida? Albatta o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz YouTube'da Xudo xohlasa yana videolarimiz davom etadi. Fabrikada har xil videolarni qo'yib boramiz. Albatta bizni tomosha qiling. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Mana pishirgani. Pashkamizda pishganini e'tiborlaringizni havola qilyapmiz. Ajoyib ovoz. Türkiye'de başka şarkılardan bir soruları Türkiye hayatımızda qanaqa fikrlar, qanaqa mulohazalar bor. Xo'sh, mana ishga borib kelamiz. Ertalab soat 8 ga ishga ketamiz. Kechqurun 6 ga kelib baribir har kuni bilasiz, odam yemasa ishlanmaydi. Ketib har kuni har xil ovqatlar, har xil narsalar qilib yeymiz. Kunimiz ketib o'taveradi. Yaqinda bir ko'pchilik savol bergan ekan, bu savolga to'xtalib o'taman. Haligi qilib YouTube pul to'laydimi degan savolga albatta qiziquvchilar bormi? YouTube pul to'laydimi degan savolda ko'pchilikda qiziqadiganlar bo'lsa, albatta YouTube pul to'laydimi degan savolda albatta YouTube pul to'laydi. YouTube haqida qiziqarli faktlar, YouTube'da qanday qilib ishlashda bo'ladi, nima qilsa pul to'laydi, shular haqida qiziqadiganlar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketingizlar. YouTube haqida ham men qiziqarli videolar qilaman. Albatta ko'rasizlar. YouTube haqida qiziqarli faktlarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. YouTube'ga qiziqqanlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz, albatta YouTube pul to'laydimi degan savollaringizga ham albatta qiziqarli javoblar berib o'tamiz. Undan tashqari, hozirgi paytda mana Turkiya hayotidan video qilyapmiz. Ko'pchilik Turkiyada borsak bo'ladimi? Qanday borsak bo'ladi degan savollar ham ko'p uchraydi. Hurmatli obunachilarimiz, hozirgi paytda Turkiyada kelsangiz bo'ladi. O'zbekistondan kelsangiz bilasiz 3 oygacha pasportingiz bilan yurishingiz mumkin.
kelib turib 3 oygacha yurasiz. 3 oydan keyin hozirgi paytda ko'p dokument qilmaydi. Dokument qilolmasangiz 3 oydan keyin qochoq bo'lib qolasiz. Qochoq bo'lib qolasiz va shu YouTube olamida ham mana shunaqa yangiliklar chiqarib boramiz. Undan tashqari Turkiyada kelish masalasiga kelsak, Turkiyada mana shunaqa hozirgi paytda dokument berish ancha jiddiy masala bo'lib qolgan. Ko'pchilik mana internetda ko'rib boryapmiz, kuzatib boryapmiz. Turkiyada kelib ish topolmasdan qiynalib qolganlarni ko'ryapmiz. Iloji bo'lsa, ishingiz aniq bo'lmasa, kelmaslikni tavsiya qilamiz. Sizga yana keyingi videolarimizda Turkiya hayoti haqida, Turkiyada ishlar haqida ham ma'lumotlar berib boramiz. Siz hozirgi paytda dokument berish masalasi hozircha ancha dolzarb masala. Ko'pchilik Turkiyada ishlasa bo'ladimi degan savollarga mana qayoqqa javob berdim. Dokument masalasi birinchi o'rinda. Dokument bo'lsa ishlasa bo'ladi. Chunki hozirgi paytda dokumentlar berilmayapti. Shuning uchun ishda muammolar kuzatilyapti. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, biz mana shu Rahmatilla Sharipov kanalimiz yangi, bilasizlar, yangi kanal. Albatta bizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib qo'llab-quvvatsalar, kanalimiz rivoji uchun albatta o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarimizga qadar uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'lingizlar. Omon bo'lingizlar, hurmatli obunachilarim.